Assalomu alaykum qadrdonlar, xudo xolasa bestimiz tayyor bo'ldi. Shu bestimizni qilayotgan ishlarimizni videoni oxirigacha kuzatib borsanglar, narxi necha pulga tushganini aytib o'tamiz. Patrubka o'tida yuvilyapti, qo'lni top-toza qilyapti. Patrubkalar, orqa patrubka hammasini yengi qo'yilyapti. O'tida yangi Porsche, yangi Corsa, yangi kladishlar bilan yig'ildi, rastochka qilib o'tida remont qilindi va disiplina ham yangi qo'yib yuborildi. Shu korzinasi yaxshi ekan, disiplina yangi qo'yilyapti va galovkani kollektorlar o'tida yuvildi, injektor tozalandi, zaslonka tozalandi, yangi klapanlar bilan yig'ib berilyapti. Shu xizmatlarimiz buning ichiga yangi moy quyiladi, antifriz quyib beriladi. Shu ichida hamma narsasi ichida svicha provodlar ham yangi qo'yiladi. Hamma narsa shu narsaning ichiga 500 so'mga okamdagi ish haqlari bilan 5 millionga tushyapti. Shu xizmatlarimiz arzonmi, qimmatmi kommentariyada yozib qoldirasizlar. Shunaqa xizmatlarga bo'lsa Arzon avtoservis doim xizmat etadi. Allohga omonat, kuningiz xayrli bo'lsin.